Evtanaziya bu sizningcha hayvonlarni o'limga hukm qilishmi? Uxlatishga hozir tugatib qo'yaman endi ishni. Boshqa iloj yo'q. Jo'natdim hozir, sekin ketadi. Uxladi. Og'riqlardan yengilladi shunday qilib. Nega veterinarlar ba'zida hayvonning hayotiga nuqta qo'yishga majbur bo'ladi? Sizningcha bu shafqatsizlikmi? Evtanaziya bu hayvonni jazolash emas. Qachonki hayvon tuzalmaydi deb topilganda va uning go'shti iste'mol uchun yaroqsiz deb hisoblanganda, bu jarayon veterinariya mutaxassisi tomonidan amalga oshiriladi. Albatta bu jarayon oson emas. Veterinardan anchagina sovuqqonlik talab qilinadi. Bu lavhalar tarqalganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. Juda ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak. Rossiyaning ba'zi viloyatlarida yuqumli kasallik natijasida hayvonlarning hayoti majburiy to'xtatilgan edi. To'g'ri, bir qaraganda dilni xira qiladigan tasvirlar mavjud, lekin bu harakatlarning hammasining ortida insonlar salomatligini saqlash yotadi.